Assalomu hurmatli o'quvchilar, quyidagi savolimiz edi. Imtihonda qatnashgan o'quvchilarning 45% a'lo, 35% yaxshi va qolgan 12tasi qoniqarli baho olishdi. Yaxshi baho olgan o'quvchilar soni toping degan savol kelibdi. Demak, bu savolni ishlashda biz nima qilamiz? Demak, umumiy holatda yoziladigan bo'lsak, umumiy holatda o'quvchilarning 45% a'lo, 35% yaxshi va bizda qoniqarli o'quvchilar. Endi umumiy holatda 100% bo'lganlik hisobiga a'lochi o'quvchilarga yaxshi o'quvchilarni qo'shsak 80% bo'ladi. Qoniqarli o'quvchilar bizda 20% ni tashkil qiladi. Endi bu yerda bizda yaxshi o'quvchilarni so'radi. Ya'ni yaxshi bahoga o'qigan o'quvchilar noma'lum x da bo'lsin. Demak, bizda 20% o'quvchimiz 12 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 35% o'quvchimiz nechiga teng bo'ladi degan savol kelibdi. Buni topish uchun oddiy ishlasak bo'ladi. Ya'ni 35 12 ga ko'paytirib 20 ga bo'lamiz. 12 taqsim 20. Shu holatda qisqartiradigan bo'lsak, mana 5 ga bo'ladigan bo'lsa 7, 5 ga bo'lsa 4. 4 ga qisqartiradigan bo'lsak 3, hisoblaydigan bo'lsak 21. Ya'ni bizda 21 ta o'quvchi yaxshi bahoga o'qiydi.